Assalomu alaykum aka. Alaykum salom. Sog'laringiz yaxshimi, charchaman? Rahmat, aholi. Texnomada blogimizdan kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, juda chiroyli, kuchli, bog'lar ishlashga, kichik xonadonlar ishlashga juda yaxshi texnika. Mana 2 yildan beri remontsiz ishlab yuribdi. Aravalarni qilib, maza qilib nima qilyapsiz-da? Ha, aravalarni qo'ldan kelgancha qilib olindi. Bitta xonadonga yo bog'i bor odamlarga juda yaxshi, chiroyli Bu ishlashga. oladigan odamlarga nima tavsiya qilasiz? Oladigan odamlarga o'ylaydi texa. Birinchi buni korobkalari kuchli ekan, katta korobka ekan, narilarga qaraganda yurishlari ham yaxshi hamma tomonlama. Bog'larning ichiga, xonadonlarga haydagani juda qulay. Pavorotga ham o'ng, boshqasiga o'ng. Orqasiga arava qo'yapsiz-da? Endi aravada foydalanamiz buni qilgandan keyin. Buni nima qilingandan keyin texnikadan foydalansangiz yomon bo'lmaydi. Xudoga shukr. Tirikchilik o'sib turibdi, pensionerlarning pensiyasini qaplab turibdi. Ha, tenjeringiz sog' bo'lsin. Yana nima xizmat bo'lsa kelaverasiz. Hamma zapchastlari bor bizda. Xudo xolasa qo'ldan kelsa mana rahmat, zapchaslarimiz yetarli. Yaxshi ishlangan ekan. Germaniya texnologiya ekan, kuchli texnika ekan. Tenjeringiz sog' bo'lsin, kelib turing aka. Xo'p, sog' bo'lsinlar. Sog' bo'ling. Bo'pti.